Anifanus jamoasi sizlar uchun ajoyib animalarni taqdim etadi. Qo'shilinglar va maza qilib anime ko'ringlar. Anifanus taqdim etadi. Mana qizcham Samoviy ofat. 穿梭萧瑟的街线，划过云霄上的后院，远望着昏暗的黑夜。脸上泛着泪，灵魂交织，双双守望，守候着烛火般的温暖。夜空下的往日也随风摇曳，你眼中将过去迎接那新的曙光。就像来时的流星，划破了东京的夜空，永远会呼唤着新的英雄，在风中燃起生命火焰，穿透无垠的地平线，划过长夜的短，寻找那终点。 Sana jarohatlasa bo'larkan. Sen o'lmaydi deb o'ylagandim. Bu qanaqa xanjar? Ha, bumi? Oddiygina xanjarcha. Qarganani o'ldirishga juda ham mos-da bu. Ahmoq. Bu Qariya, tez ekansan. To'xta, tuzoqqa tushishimga ozgina qoldi. Bularni hammasi ajdaho qonimi? Hatto meni kuchim bilan ham insonni haqiqiysini topolmayapman. Axir bozor-ku. Endi men Narutoman, klonlarim bor. Bu Kakashi bunisi yana kimdir edi? Sana bo'linishi bu doimiy emas. Sani holatingda bu faqat 2 soatga cho'ziladi. Hojamni tanasi faqatgina 2 ta qo'shimcha tanagagina yetadi. O'ylashimcha ha. Lekin yana bitta zo'r yo'li bor. Qanaqa ekan u? Men o'z ruhimni shu tanalar bo'yicha aylantirib yura olaman. Demak, hojam tanalarga ruhini erkin tarzda o'tkaza oladimi? Tanadan tanaga o'tib, zarbalardan qochishi mumkin. Bundan chiqdi, xavf tug'ilganda dushmanni bemalol alday olarkan-san-da. To'xting. Jangda shu narsancha asqotadi. Endi tushunyapman. Demak, bu xanjarning xususiyati ekanda. O'ylaganimdek ahmoq emas ekansan. Jim turib jiddiylashding. O'zingcha meni aldab hujum qilmoqchimisan? Yomonmas yigitcha. Ha, topib oldingiz. Sani imkoning ham yo'q. Sizlarga ko'rsatadigan vaqt keldi. Iblisona san'at. Yo'q. U quvvatimizni so'rib olyapti. Kutmagandim. Iblis san'ati juda ham kuchli ekan. Ana endi sizlarni qo'ninglar. Bari tamom bo'ldimi? Liner, Hojamga bo'ysanaman. sen yana kimsan? Buni bilishga noloyiqsan. Bu yerdan daf bo'l. Aks holda men seni shunchaki o'ldiraman. Hojam, ketinglar. Men uni uzog'i bilan 1 soatcha ushlab tura olaman. Liner, sen ajoyib. Kultivatsiya darajasini belgilay olmayapman. Bo'lishi mumkin emas. Yo'q. Agarda u kuchli bo'lganda, menga hujum qilgan bo'lardi. Bu g'alati.
Men seni kimligini bilmayman. Lekin hujum qilmayotganga qaraganda nimadir senda bor. O'lish xohlaysanmi? Buni uyushtiramiz. Nima? Bu bizaga qo'l kelarmikan? O'ylaganimdek, hech kim keta olmaydi. Muziruya qochinglar. Biz Linar bilan ushlab turamiz. Hojam, ular bilan keting. Men uni o'zim eplayman. Yo'q, inson. Agar o'ladigan bo'lsak ham birga o'lamiz. Vaqt borida biror nima o'ylab topishimiz kerak. Shunaqangi kuchli ruhiy energiya, lekin sen hujum qilmayapsan. Va juda ham qiziq. Sen uni hojam deb atayapsan. Va sen baribir ruhiy qurolsan, lekin hujum qila olmayapsan. U hammasini tushunib yetdi. Qochib ketishimiz kerak. Imkon borligida. Rejalashtirishga vaqt yo'q. Inson, Ruya haq. Biz hozir yutolmaymiz uni. Linar kuchli. U uni ushlab turadi. Biz esa hujum qilamiz. Linar, uni ushlab tur. Va undan keyin esa tez qayt. Muammo yo'q, hojam. La'nati! Qochib keta olmaysizlar! Linar qaytdi. Lekin juda ko'p kuch yo'qotdim. Ehtimolki u maxluq ham holdan toygan bo'lishi kerak. Turgan gapki u bizani hech qayerga qocholmaydi deb o'ylaydi. Bunday holatda u tuzoqni bilmaydi. Nimaga qochmayapsizlar? Hujum qilishni o'ylab qoldinglarmi? Soddalik. Yan massivi boshlansin. Bu nima? Axir bu U tuzoqda hujumga. qariya, mana buni yeb ko'r. Bunaqasini kutmaganmiding? Mana senga. Ahmoqlar. Inson. Yan massivi seni to'xtatmadi. Ruya, sen yashirinib meni kitobimni o'qibsan. U yerda kuchsizliklar haqida yozilgan, lekin ular yolg'on. Yo'q, bundan chiqdi. U quvvatni umuman kamaytirmas ekanda. Bu mana sizlar uchun tuzog'im edi. Massiv yanoni kuchsiz qilmaydi, aksincha kuch beradi. Topding. Bu kuch meni ushlab tura olmaydi. Lekin meni sanatim ancha kuchliroq bo'ladi. Qanchalar ajoyib aktyorman. Odamlar ichida yashab, nechta odamlar ruhini yedim. Va yolg'on kamchiliklarni yozdim. Va sizlar iblis boshqaruvini topibsizlar, lekin endi men sizlarni o'ldiraman. Juda ham osonlik bilan. Ruhiyat kuchini yeyman va to'liq ko'rinishimga ega bo'laman. Qochamiz.
Qochmoqchimisizlar? Mandana? Sen bu yerdan o'tib keta olmaysan. Yana sen, la'nat ruh. La'nati, u meni hujumimni qaytaryapti. Men faqatgina bitta yo'lini bilaman va o'shandan foydalanishim kerak. Ruya, eshitayapsanmi? Sassiq chol. To'xtama, u seni yo'ldan ozdirmoqchi. Tushunaman, axir yosh bolamasman-ku. To'g'risini aytganda, senga bir narsani aytmoqchi edim. Sana qishlog'ingdagi qirg'inda Nima? O'zberildan fan proyekti uchun 2022-yil O'zberdi Kristal va Irene bizni tanlaganingizdan xursandmiz. Yana ko'rishguncha do'stlar. 山风传来了远方的际遇，回荡在村庄寂静月夜里。雨色儿聆听优雅不可及，拨开层层云雾，星芒凝成晶莹的水滴。少女的声音掠过层叠的丛林。牵着枝桠细细去找山洞里藏着多少秘密心，见到因果相互依偎的身影，愿你如那月明，而我化作天边繁星，在每个难眠的夜要相辉映。